Assalomu alaykum hammaga. Sizlarni nevroz kasalligi qiynayaptimi? Nevrozdagi belgilar, nevrozga taalluqli yoki boshqa kasallikdan degan har xil fikrlar, ikkilanishlar, ichingizdagi g'ashliklar tinchlik bermayaptimi? Bu video aynan siz uchun. Bu videoda siz nevroz kasalligida qanday belgilar bo'lishi mumkinligi haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Xo'p, demak, nevroz kasalligida tana bilan bog'liq juda ko'p belgilar uchrashi mumkin. Misol uchun, eng ko'p uchraydigani yurak tez urishi. Yurak tashlab urishi, ya'ni orada ma'lum bir pauza qilib urishi yoki o'ta sekin urishi. Yurak atrofidagi og'riqlar yoki qon bosimini ko'tarilishi, qon bosimini tushib ketishi. Xo'p, boshda qandaydir og'riqlar, sanchiqlar, nimalardir turib qolgandek bo'lishi, ko'krak qafasida og'riq, g'ashlik yoki qandaydir sanchiqlar yoki yurak bilan bog'liq qo'lga beradigan, ya'ni qo'l bilan yurak og'riydigan holatlar yoki qizib ketish, tana qizib ketadigan holatlar bo'ladi yoki sovib ketish yoki mana shu yerdan, ya'ni qorin sohasidan yoki ko'krak sohasidan bir narsa kelib tomoqqa tiqilishi yoki bir narsa chiqib ketayotgan, ya'ni jon chiqib ketayotgandek qandaydir tushunchalar, tasavvurlar paydo bo'lishi, oshqozon sohasida, ya'ni qorin sohasida qorin dam bo'lishi, ich ketishi, kekirish holatlari, ya'ni ba'zi odamlarda juda ko'p tez kekirish holatlari bo'ladi yoki ich qotish holatlari. Bundan tashqari, tanada ko'z xiralashishi, ba'zan shunday tashqariga chiqishsa, ko'z xiralashgandek, atrofdagi narsalarni yaxshi ko'rmayotgandek holat bo'lishi yoki bu nevrozdan. Va qo'shimcha qilib aytish mumkinki, mana shu holatda sizda aniq nevrozning boshqa belgilari ham bo'ladi va sizda mana shu oshqozon bilan bog'liq holat bo'yicha xavotir va qo'rquv juda ham kuchliroq bo'ladi boshqa kasallarga qaraganda. Xo'p, boshqa belgilar ham xuddi shunday. Agar sizda yurakdan muammo bo'layotgan bo'lsa, birinchi o'rinda kardiolog mutaxassisga uchrang. Yuraklarni tekshirtirib, hamma apparatlarga solib ko'ring. Agar ular sog'lom, hammasi joyida deyishdimi, demak bilingki, bu nevroz. Yoki bosh aylanishi bilan bog'liq qon tomirlar yoki boshdagi qon aylanishi, sirkulyatsiya yoki bosh bilan bog'liq muammolar yo'q dedi. MRT qildingiz, boshda tekshirishdi, demak bilingki, bu ham nevroz. Boshqa kasallar ham xuddi shunaqa. Qon aylanishi bilan bog'liq, masalan, oyoq-qo'l uvishishi, sovqotishi, isib ketishi, tanani qayerlardir sanchiqlar, og'riqlar, ko'chib yuruvchi og'riqlar bo'ladi aytgancha. Tanani u yerdan bu yeriga birpas turib manetiz, birpas turib manetiz, birpas turib orqada har xil yerda og'riqlar bo'lishni boshlaydi. Va ba'zida o'zingiz esingizdan ham chiqib qoladi, bir esingizga kelib qoladi. Mana shu holatlar nevrozning somatik belgilari hisoblanadi. Va bundan boshqa belgilar ham bo'lishi mumkin. Buni eng aniq, eng oson yo'li hozir aytib o'tganimdek shifokorga uchraysiz. Shifokor agar sog'lomsiz, sizda hech qanday muammo yo'q, bu normal holat dedimi? Demak bilingki, sizni uchraydigan mutaxassis psixoterapevt bo'ladi. Yaxshi, malakali psixoterapevtga uchrasangiz, bu holatni tez va oson yengishingizga yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosib qo'yishni unutmang.